Ikki ko'hna zamin, O'zbekiston va Afg'oniston so'nggi yillarda mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlar mustahkamlanmoqda. Afg'oniston sanoat va savdo vaziri Nuriddin Aziziy boshchiligidagi delegatsiya vakillarining Buxoro viloyatiga tashrifi va ushbu tashrif doirasida o'tkazilgan tadbirkorlar bilan uchrashuvi hamkorlik aloqalarini yanada kengaytirish uchun muhim tashabbus bo'ldi. Afg'oniston sanoat va savdo vaziri Nuriddin Aziziy boshchiligidagi delegatsiya vakillarining yurtimizga, xususan Buxoro viloyatiga tashrifi keng qirrali iqtisodiy sheriklikni yo'lga qo'yishga qaratildi. Delegatsiya vakillari Buxorodagi bir qator tarixiy obidalar, qadim hunarmandchilik markazlarida bo'ldilar. Shundan so'ng mehmonlar tashrif dasturidan o'rin olgan asosiy yo'nalish viloyatdagi yirik ishlab chiqarish korxonalari faoliyati bilan bevosita tanishishdi. Xususan Buxoro shahrida joylashgan elektrotexnika mahsulotlari ishlab chiqarish korxonasi hozirda Yaponiya va Shveysariya texnologiyasi asosida 4 turdagi maishiy jihoz va texnikalar ishlab chiqarmoqda. O'tgan yili Afg'oniston bilan 2 million dollarga yaqin kelishuv shartnomalari imzolanib, mahsulot yetkazib berildi. Delegatsiya a'zolari bu ko'rsatkichni yanada oshirish bo'yicha muhim yo'nalishlarda suhbat olib bordilar. Prezidentimiz tashabbusi bilan iqtisodiyot tizimini liberallashtirish, qulay investitsiya muhitini yaratish islohotlarning eng muhim yo'nalishiga aylandi. Bunga Buxorodagi yirik to'qimachilik klasteri negizida tashkil qilingan korxona misolida qo'shni yurt vakillari yana bir karra guvoh bo'ldilar. ابتکاری که از طرف جناب آقای رئیس جمهور Avvalo mamlakatingiz prezidentiga o'zimning minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. So'nggi yillarda afg'on xalqiga juda katta beminnat yordamlarini ko'rsatmoqda. Ayniqsa mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta'minlash, barqaror iqtisodiy ijtimoiy hamkorlikni mustahkamlash yo'lida juda ezgu tashabbuslarni ilgari surmoqda. Davlatlarimiz o'rtasida savdo aloqalari ham yangi bosqichga chiqib bormoqda. Bizda katta xomashyo baza bor. O'zbekistonda esa sanoat tarmoqlari jadal rivojlanib bormoqda. Biz O'zbekiston bilan azaldan do'st va birodar yashab kelganmiz. Bugun ushbu aloqalar yanada mustahkamlanib borayotgani esa barchamizni birdek xursand qilmoqda. Tashrifning eng muhim qismi ikki davlat ishbilarmonlari o'rtasidagi muloqot forumi. Bu loyiha 35 nafar afg'on, 50 dan ortiq buxorolik yirik tadbirkorlarni bir maydonga jamladi. Shu o'rinda ma'lumot uchun Buxoro viloyatida 400 dan ortiq xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalar faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, shundan 19 tasi Afg'oniston kapitali ishtirokidagi korxonalar hissasiga to'g'ri keladi. 2025-yil yakunlariga ko'ra, viloyatning Afg'oniston bilan o'zaro tovar aylanmasi o'tgan 2024-yilga nisbatan 190% ga oshib, 125.3 million AQSh dollarini tashkil qilmoqda. Jumladan, viloyat ishlab chiqarilgan 124.2 million dollarlik mahsulotlar eksport amalga oshirildi. Biz Afg'oniston davlatiga 4 yildan buyon mahsulotlarimizni eksport qilib boryapmiz. Har yili biz eksport natijasini oshirib boryapmiz. Dastlab biz 250 ming dollardan boshlagan bo'lsak, hozirda bir yilda 2,5-3 million dollargacha mahsulotlarimizni eksport qila olyapmiz. Bu degani hozirda prezidentimizning olib borayotgan siyosatlari bu tadbirkorlarga juda bir katta eshiklarni ochib beryapti. Bugungi muloqot jarayonimizda ham Afg'onistondan kelgan tadbirkorlar mahsulotlarimizga o'z qiziqishlarini uyg'otishdi. Men o'ylaymanki, bu tadbirlarda biz yana ko'proq o'zimizga xaridorlar topib, biznesimizni bundan ham yaxshi kattaroq qilib rivojlantiramiz. Forum doirasida mamlakatlarimiz o'rtasidagi tashqi savdo aylanmasi va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmini oshirish borasida bir qator yo'nalishlar muhokama qilindi. Eng muhimi energetika, neft-kimyo, to'qimachilik, qurilish materiallari, farmatsevtika, charm-poyabzal, elektrotexnika sanoati sohalarida va qishloq xo'jaligi bo'yicha investitsiya loyihalarini amalga oshirish yuzasidan hamkorlik aloqalarini o'rnatishga kelishib olindi.